tikkini cho'mili tishlasa eng qattiq og'riydigan hasharot bo'lib, uning chiqib olgandek og'riqi o'q tekkan bilan barobar. Yaxshimisizlar do'stlar, sinchoq saloniga kelganliginglarni qarshi olamiz. Agar butun badan tikan bilan qoplangan dengiz kirpisini dasib olsa qanday hissiyat bo'ldi? Dengiz kirpisining ta'mi intayin mazalik bo'lib, yapon chuqurlar ichidagi qimmat baholi qurushlarning biri hisoblanadi. O'ttir dengizda bir xil zaharli qor dengiz kirpisi yashaydi. Agar ehtiyotsizlikdan bu qor dengiz kirpisini dasib olsa, qor dengiz kirpisining tikini put sanjilib ketadi. Bu og'riqni o'ylab baxslar odamning badani tikanlashib ketadi. Uning ustiga yara ig'zi yana ishib, yallig'lanib qoldi. Ba'zi kishilarda hatto nafas qiyilish alomatlari ko'rildi. Dengiz kirpisining tikini nihoyat inchga ham nihoyat churik bo'lg'achqa, sanjilgan tikanni o'z pokiz ola olmasligi mumkin. Agar dengiz kirpisining tikini badan qilib qolsa, badanga bo'lgan ziyni nihoyat cho'ng. Shunga dengiz kirpisining tikini sanjilib ketsa, cho'qim doktorxonaga berib bir taraf qilish kerak. Tashbiliq. Tashbiliq Hind okean va Tinch okean dengiz havasida yashaydi. Su tamchisi biliq bilan birga eng sat biliq degan nom bor. Tashbiliqning dumbisida zaharli tikini bor. Agar ehtiyotsizlikdan tashbiliqni dasib olsa, bu xil og'riq odamga putni hardivat kerak azob olib keldi. Uning ustiga tashbiliqning badandagi zahar suyuqligi odam badanining qisman nervlarini taraytib o'ltirib qo'ydi. Chunki bizning immunitet kuchimiz tashbiliqning zahariga qarshi tura olmaydi. Shunga tashbiliqni dasib olganda cho'qim doktorxonaga berib zahar qaytarish kerak. O'qchumular dunyo bo'yicha zahri eng kuchli 10 jonliqning biri bo'lib, ularning kuchli ustunki tangli va o'tkir zaharli quyruq tikini bor. O'qchumular chiqib olgandan keyingi og'riq xuddi o'q teshib kirib ketgandek og'riydi. Agar qo'lingizni o'qchumul chiqib olsa, yara eg'iz og'rib qolmay, mo'risim og'riydi. Belikini necha soatgacha medirlolmaydi. Ammo bir ikki tal o'qchumul tarafidan chiqib olinsa, hayoti xavf yetmaydi. Lekin nurg'un o'qchumul chiqib olsa, balkim hayotiga xavf yetishi mumkin. Asharatshunос Simit e'lon qilgan, Simit og'rish ko'rsatkichida o'qchumul chiqib olgandan keyingi og'rish darajasi 4 plus bo'lib, Simitning 4 nomerlik natija nuqtasi jadvalida to'liq nomer hisoblanadi ekan. Aytishlar qaraganda Amazon yomg'irlik o'rmonligidagi yerli qabilalarning quramiga yetganlar murosimida o'g'illar o'qchumul qachlangan palayni kiyish kerak ekan. Hamda buning og'riq sababidan yig'lash bo'lmaydi ekan. Qo'lidagi palayni elib etishkin bo'lmaydi ekan. Taki 10 minut bo'lganda andin palayni oladi ekan. Shuning bilan murosim oxirlashir ekan. Agar unda qila olmasa, taki 10 minut bardashlik berganga qadar bu murosim takrorlanadi ekan. Dunyoda 3000 xildan ortiq kasanchuk bor bo'lib, uning faqat 2 xili zaharli. Bu 2 xil kasanchuk zaharli kasanchuk deb ataladi. Zaharli ilonga o'xshamaydigan yeri, zaharli kasanchukning zaharli tishi ostinqi enkil o'sib. Zaharli kasanchukning asosiy ozuqi hayvonlarning tuxumi yoki intayin kichik hayvonlar. Shunga zaharli kasanchuk o'lganda zaharli suyuqlikni nihoyat oz shiltidi. Uning ustiga zaharli kasanchukning zaharli suyuqligi kuchli emas. O'ldisini o'ltirishga yetmaydi. Faqat zaharlanguchining yar eg'iz ishib ketadi hamda ko'ngil ilish alomatlari ko'rildi. O'ljin zaharli kasanchuk qayta tishlaganda andin zaharlab o'ltira olish mumkin. Shu zaharli kasanchukning zahri ozuq tutish uchun tayyorlanmagan, balki o'zini qo'g'dash uchun tadrijiy taraqqiy qilib chiqqan. Seriq bulg'un biliq. Har yili necha odam seriq bulg'un biliq tarafidan yaralandirildi. Seriq bulg'un biliqining quyruqida bir tal nashtr bor. Bu xil nashtri terini teshib o'tib, zahar suyuqligini o'kul qilib uriydi. Uning zahri odamni o'ltirib oladi. 2006-yili Steve Avstraliya hujjatli film ishlayotganda seriq bulg'un biliqi uni yaralandirib qo'ydi. Dastlabda uningda qusish alomatlari ko'rilgan, ammo u doktorxonaga bormay necha kundan keyin zaharlanib o'lib ketgan. Sinchoqning bugungi mazmuni mush yerda oyoqlashdi. Bizning taraqqiyotimiz sizning qo'llashingiz va g'amxo'rligingizdan ayrilmaydi. Bizga yordam qilib yulduz belgisini besib qo'yishni ham chambaraklarga ham bag'irlab qo'yishni unutmang. Biz kelar kisani ko'rishaylik.